ko'p yashang, baxtli bo'ling, o'g'limlar qo'sha qaling. Yetadi kelin pasha, yetadi. Assalomu alaykum oyijon, yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi. Charchamadingizmi? Charchab, menga qarang, uyalyapsizmi? Bundan buyog'igacha uyamni, men sizni kelin qilib tushirganimdan, men sizni qizimdek qabul qilganman. O'rgili. Oyijon, rahmat. Oxirgi shunaqa bo'lsa chiqar. Yetti uxlab tushimga kirmagan hayotga tushib qoldimman. Oyijon, nima qilganingiz bu? Uxlab qolibsiz. Turing o'rningizdan. Yomon xafa bo'ldingizmi? Yo, oyijon, oyim sizdan battar uyg'otardilar. Ha, bo'pti, xafa bo'lmagan bo'lsangiz. Tura qoling, o'zim o'rgilay sizdan. Uydacha atigi 15 soatli ish bor. Chaqqan, yuring. 15 soat? Nima harakat kelin poshsha? Oyijon, kechga sho'rva osib qo'ygandim. Quruq sho'rvani o'zimi? Ay, yo'q. Yoniga salat ham qilib qo'yganman. Bu lo'lega ekan. Bundancha fransuzskiy salat qilsangiz, shildir sho'rvachi odam qonni to'yg'izmaydi, xo'pmi? Kamigacha pechoni ham qilishadi. Menchi kelin poshsha, yeb ichishdanchi siqmayman, xo'pmi? Harakatsiz qo'ying, bemalol. O'zim o'rgilay. Aytgandekchi, bu o'sha qaynayveradi. Mana ham salkam tayyor ekan. Pechoni shuni duxovkaga tiqingda, 5-etajdan 1-etajgacha podezasni sulasib choyli qilib qo'ying, xo'pmi? O'zim o'rgilay sizdan. Birdan 5. Charchadim, dam olmaymanmi oyijon? Voy, shoshqaloq, nima bu? Nima qilyapsiz? Kir yumoqchi edim. Nima bilan yumoqchi edingiz? Oddiy parashok. Qo'ying antiklaringizni. Menga qarang kelin poshsha, men sizga sovg'a olib keldim. Mangami? Sovg'am. Arziysiz, shuncha xizmatlarim qilasiz, sovg'aga arzimaysizmi? Qani yuringchi. Oyijon, meni oyimamchi bir sovg'a berib turardilar. Men ham sizga oyingizga o'xshagan bo'laman deganman-ku, sizga o'zim o'rgilay. Oyijon, nima sovg'a olib keldingiz? Ana endi tushuntirishga o'taman. U kelin poshsha suyuq parashok bo'lgani bilan har xil kiyimga, rang-barang kiyimga, hech qanaqa ranglarni o'chirmaydi, yengidek bo'lib turadi. Hidi yaxshi. Yaxshi, o'shanga yana mana bunaqa kapsulasi ham bor. Bu ozginaroq kryovska, ana o'shanda qo'shsangiz bo'ladi. Yana mana bu bor-ku, giperallergicheskiy 99.9% mikroblarni o'ldiradigan ichki kiyimlarga. Ayniqsa siz ishlatasiz buni. Mana bu ham mana xuddi shunaqa konditsioner, mana bu ham shunaqa hid beradi. Buni-chi, buni bilasizmi, nimaga ishlatasiz? Buni ikkalamizdan kiyimlarni yuvganingizda, hopni ko'chada yuradi, atirlari hidi kelib turadi. Mana bunisi hammom tualet yuvishga, mana shunaqa hid aromatli bo'lib kelib turadi, hopmi? Mana sovg'alarim sizga o'rgilay. Oyijon, g'irt oyim bo'ldingiz, qoldingiz. Nega? Oyim ham senga sovg'am bordi, supurgi, latta, kir sovun berardilar. Yaxshi-ku. Men undan ham yaxshi oy ekanman, bo'lmasa qaramazga timsi parashoklarni olib keldim. Aromatli kitni. Oyijon, bo'ldi. Bugundan boshlab ona qiz bo'lmaymiz, qaynona kelin bo'lamiz. Ha, o'zingiz bilasiz bo'lmasa, men bundan pol yuganda mana mashinani qo'shib ishlatasiz. Uyda aromatli hid keladi. Top-toza qilasiz. Harakatingizni qiling, kiriz yuving endi. Oyijon, oyim bilan qarindoshchilik joiz yo'qmi sizda? Yo'q, halimi deyapsiz? Hamma ishlaringizni qildim, kir tiqdim, kir to'xtaguncha dam olsam maylimi? Havasini qilib oldingizmi? Kir dam olib qoling bo'lmasa. Voy! Mena qadar shirin sizdan, oyimdan ham eshitmaganman oyijon. Voy, ama qizlarimga ham aytmaganman. Siz kelinsiz-da, boring tanisana qiling. Kim nima desa, kelin bo'lish, qiz bo'lishdan